O'simligimiz tez o'sishi mumkin, lekin barglari yorqin bo'lmaydi. Temir moddasi aynan shu siyoh rangini yorqinroq bo'lishiga va teng taqsimlanishiga foyda beradi. O'simlikning ildizlari kengroq tarmoqlanib, ya'ni ozuqalarni o'zlashtirilishi ham shuncha qulayroq bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Abdulaziz TV. Bugun sizlar uchun qiziqarli bir video tayyorlaganmiz. Bugungi videomiz Philodendron oilasiga mansub bo'lgan gullar haqida bo'ladi. Philodendron turkumiga ta'rif beradigan bo'lsak, Philodendron o'zi Markaziy va Janubiy Amerikada o'sadigan tropik o'simlik hisoblanadi. Philo, sevmoq, dendron, daraxt degan ma'nolarni anglatib, bundan kelib chiqadiki, Philodendron gullari daraxtlar bilan birgalikda o'sadigan, ya'ni daraxtni sevuvchi o'simlik deb ham nomlangan. Philodendron boshqa daraxtlarning tanalariga o'ralgan holatda o'sadi. Shuning uchun bu gulni epifit o'simliklar qatoriga kiritamiz. Philodendron keng va yorqin barglari bilan odamlarni o'ziga jalb qiladi. Uning qizil, pushti va hatto yashil bargli turlarini ham uchratishimiz mumkin. Philodendron turkumining turlarining soni juda ham ko'p bo'lib, hozirgi kunda dunyo bo'yicha 700 dan ortiq turlari mavjud hisoblanadi. Endi hozir sizlar bilan bu o'simlikning keng tarqalgan turlari, ya'ni ulardan biri bo'lgan imperator guli haqida gaplashamiz. Bu gulni qanday parvarish qilish, qanday o'stirish, suv va namlik ko'rsatkichlari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Imperator gulini ko'pchiligimiz parvarish qilganmiz. Buning asl nomi Philodendron Imperial Red deb nomlanadi. Bu gulning dastlabki barglari ochroq yashil rangda boshlanib, keyinchalik esa bu qizg'ish ranglarga kirib boradi. Ya'ni to'qlashadi vaqt o'tishi bilan. Va buni ajralib turadigan yana bir xislati, buning tanasi o'rmalovchi poyali emas, ya'ni bitta to'yga yetganimizdan keyin boshqa gullar kabi pastga osilib o'rmalab ketmaydi, ixchamgina turadi. Shu sababdan buni ofis va xonalarga xona o'simligi sifatida ko'plab parvarish qilishadi va qulay hisoblanadi. Imperator gulini parvarish qilish ham unchalik qiyin emas, juda ham oson, faqat to'g'ri parvarish qilish va dozalarga ehtiyotroq bo'lish kerak. Imperator guliga to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlarining tushishi ham zarar yetkazadi, ya'ni barglarda kuyish holatlarini kuzatishimiz mumkin bunda. Lekin to'liq cheklab qo'yadigan bo'lsak ham o'simligimiz tez o'sishi mumkin, lekin barglari yorqin bo'lmaydi. Mana ba'zi bir turlarini ko'ramiz, barglarida oq liniyalari bo'ladi. Shu liniyalari yorug'lik kam tushgan paytlarda ko'rinmay deyarli yo'q ham bo'lib ketib qolishi mumkin. Shu sababdan yorug'lik chala tushadigan, yarim ko'lanka joylarga qo'yadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi va o'simligimiz barglari shuncha chiroyliroq bo'laveradi. Mana bu gulimiz Philodendron Pink Princess deb nomlanadi. Bu gulimizda pushti va siyoh ranglarning aralashuvi kuzatiladi barglarida. Bu gulimizga ham yorug'lik yetarli darajada yetkazib beradigan bo'lsak, siyoh rang va pushti ranglar bir-biri bilan teng taqsimlangan holatda bo'ladi. Barglarining yarim qismi siyoh rang, yarim qismi esa pushti rangda bo'lishi kerak o'zi aslida. Lekin yorug'likning noto'g'ri taqsimlanishi, ya'ni yorug'lik tushmaydigan salqin joylarga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, barglarni kuymasin deb. Bunda yorug'lik umuman to'silib qolishi hisobiga barglar siyoh rangga o'tib qoladi. Mana bu qolgan o'simliklarimizda ham yorug'lik kam tushgan joyda bo'lgan, shuning uchun bularning barglari siyoh rangga o'tib ketib qolgan. Pushtilarni kam holatlar, kamdan kam uchratishimiz mumkin, chunki pushti genida bo'lganligi uchun bu o'simliklarda baribir pushti chiqadi. Shuning uchun bularni hozir yorqin joyga qo'yib qo'yganmiz, ya'ni keyingi chiqarayotgan barglarida pushti ranglarni ko'payib, ya'ni o'simligimizning sifati yana ham oshishi uchun. Philodendron o'simliklari uchun yana bir muhim bo'lgan omillardan biri bu sug'orish hisoblanadi. Ko'pchiligimiz bilamiz, qish kunlarida o'simliklarni sug'orish kamayib turiladi. Bu o'simligimizga ham qish kunlarida umuman sug'orish tavsiya qilinmaydi. Shu sababli o'simliklarga bahor, yoz va kuz oylarida oz-ozdan tuprog'ining yuzay qismi qurigachgina sug'orib turiladi. O'simlikka ko'p suv berib yuborishimiz barglarini notekis o'sishlariga, ya'ni tez o'sib yonboshlab ketishlariga sabab bo'ladi. Shuning uchun normada suv berib turish tavsiya qilinadi. Ya'ni bir haftada 1 yoki 2 marotaba. Shuni o'zi o'simlik uchun yetarli bo'ladi. Va yana shu bilan birgalikda o'simligimizga yaxshi tuproq ham tayyorlaymiz. Bunga o'zi aroidlar oilasiga mansub hamma gullarga ham bir xilda to'riq, perlit, vermikulit aralashmalarini, birga bir aralashmalarini o'simlikka qo'yadigan bo'lsak, o'simlikning ildizlari kengroq tarmoqlanib, ya'ni ozuqalarni o'zlashtirilishi ham shuncha qulayroq bo'ladi. Shu sababdan o'simliklar tezroq o'sadi. Endi o'simligimizni tezroq o'sishi uchun kerakli bo'lgan ozuqalar haqida to'xtalib o'tamiz. O'simligimizga, ya'ni Philodendron oilasiga azotga boy bo'lgan ozuqalar juda ham zarur hisoblanadi. Sababi Philodendron oilasiga mansub o'simliklar nisbatan sekinroq o'sadi. Shuning uchun azot o'simliklarning barglarini tezroq chiqarishiga sabab bo'ladi. Va shu bilan birga kaliy va temirli ozuqalar ham bu o'simliklar uchun zarur, chunki
Kaliy o'simlikning ildizini mustahkamlaydi. Ko'plab tarmoqlar chiqarib, mustahkam bo'lishini ta'minlab beradi. Temir bo'lsa, ba'zi bir turlarda aytganimizdek, barglarning yorqin bo'lmay qolishi, yaxshi taqsimlanmasligi kuzatiladi. Temir moddasi aynan shu siyoh rangini yorqinroq bo'lishiga va teng taqsimlanishiga foyda beradi. Philodendron o'simligi o'zi mustahkam gul hisoblanadi. Bu turkumga mansub barcha turlari ham chidamli gullar hisoblanadi. Lekin shu bilan birga ba'zi bir zararkunanda hasharotlar ham o'simligimizga zarar yetkazmay qolmaydi. Ya'ni o'rgimchak kanalari o'simlikni pastki qismlarida, bargining ostida zararkunandalik qilib, o'simlikni barglarida sarg'ayish holatlari, ya'ni ho'l sariqlik deb ataladi. Bu bargni jigarrang qo'ng'ir tusga kirib, chirishiga, ya'ni yon barglarga ham ta'sir ko'rsatib, o'simlikning nobud bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bunga asosiy sabablardan biri sug'orishning to'g'ri taqsimlanmasligi. Ya'ni qish kunlarida ham suv berib qo'yadigan bo'lsak, yoz oylarida har kuni suv beradigan bo'lsak, shu holatlarni tez-tez kuzatamiz. Agar shu suv va ozuqalarni normaga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, o'simligimiz o'zi bu zararkunandalarga qarshi kurasha oladi. Ya'ni bu o'simligimiz chidamli bo'lganligi uchun har qanday zararkunandalar ham bunga ta'sir ko'rsata olmaydi. Philodendron o'simligimizning barglari yorqin va o'ziga tortadigan bo'lganligi uchun bolalarimiz bu 1 2 3 Philodendron o'simligini barglari yorqin va o'ziga tortadigan bo'lganligi uchun yosh bolalar buni barglaridan og'ziga solib qo'yish mumkin. Shu taraflama ehtiyot bo'lish kerak, chunki buni tarkibida ham zaharli moddalar mavjud bo'lib, buni yegandan so'ng bolalarda ko'ngil aynish holatlari, allergik toshmalar chiqish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun buni bolalar qo'li yetmaydigan joylarga yoki aynan bolalarning tegmasligini ta'minlash uchun qandaydir chora-tadbirlarni ko'rishingizni maslahat berib qolamiz. Chunki bu o'simligimiz ham zaharli o'simliklar qatoriga kiritiladi. Ya'ni buning barglarida zaharli moddalar mavjud. Va shuning bilan Philodendron oilasiga mansub gullar haqidagi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusida qaysi gul haqida video tayyorlashimizni kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz har bitta kommentariyalarga alohidadan e'tibor beramiz. Sizlar bilan Abdulaziz TV bo'ldi. Xayr, ko'rishguncha do'stlar.